keyin pul yetmay qolishi bor. Ozgincha. Mancini. 3 tezlashey. Kızı. Kimge. Choice. Youtuber choice. Kim oldu? Birinci kez sama oldu. Hey. Fitness ke zadayım. Takvimini zadayım. Takvimini zadayım. Gelsin fitness ke zadayım. Fitness ke zadayım. Singirme taktık inşallah. Daha ya full alamız mı? 13'te goalkeeper, bitta kattasi var da 2 tarlik. Daha ya full alamız mı? Real Madrid'in yanına transfer. 986 oldu. Bruno Fernandes. Bugün farklı özellik. Aklı yani bilet. Girme işte olamam mı? Bilet. İyi. Barcelona futbolcusu. Oh yaxşı. Satış gerek. 23 da böyle. 24 da böyle. 24 da böyle. Alalım izlenirken. Yeah. Hayır okuyorum. Bölümümüz kalmadı dostlar. Sotamiz. 22.000 tepilden 0 gram koyuyor. Zato akkauntimizni full holatiga kelg'iza olamiz hozir. Birinchi o'lib Dxeyani kuchaytiramiz. Ketdi. Sakson bo'ldimi? 80 bo'l. Forum boss. Full bo'lmaydi menimcha. Forum boss yana verildi. Keyingi videoda ham full qo'raveramiz. To'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi. Mana ikkitalikdan bosaveramiz. Reaksiyaga qo'shildi.
Endi faqat birinchi fitnessdan berib olishimiz kerak, chunki Van Dijkimiz uncha yaxshi bo'lmagan. Van Dijkimizdan 400 chiqish kerak. Go bosaverakchi. Erling Haalandga tushyapti. Thiago Silva, Kylian Mbappe yaxshi 94 bo'ldi. Di Marco kerak emas. Yamal kontrol 96 bo'ldi. Sabazlaym, Vitinha shutiga qo'shildi. Pogba kontrolga qo'shildi. Lewandowski qaysiga qo'shilgan ko'rmay qoldim. Cristiano Ronaldoning kontrol darajasi 90 bo'ldi. Michael Olise, yana Michael pasiga qo'shildi. Vitinha shutiga qo'shildi. Viniciusni kontrol darajasiga qo'shildi. Thiago Silva pasga qo'shildi. Bastoni, Kylian Mbappe shutiga qo'shilsa yaxshi. Kontrolga qo'shildi Ronaldoni. Virgil van Dijkga tushmayapti. Ashraf Hakimi 93 bo'ldi. Virgil van Dijk, Di Marconi nima qilamiz? Virgil van Dijkga qo'shilsin ey. 10 ta qoldi. 9 ta qoldi. 9 tadan qo'shilsam Virgil van Dijkga. Voh. 5 ta 100 chiqmasa kerak endi. Endi foydasi yo'q. Yana Rafaleo full bo'ladi shekilli. Rafaleo 92 bo'ldi. Virgil van Dijk, Hakimi, Di Marco, endi fitness oddiylardan Alessandro Bastoni, Kylian Mbappe, Dominic Szoboszlai, Gabriel, Michael Olise, Thiago Silva, Kylian Mbappe yana qo'shildi, yaxshi. Paul Pogba 79 bo'ldi. Michael Olise 89 bo'ldi. Olise yana qo'shildi. Lamin, Mbeumo, Cristiano Ronaldo, Gabriel. Bitta qoldi. Yana bitta tushsa full bo'ladi va Virgil van Dijk. Davay. Virgil van Dijk bizda full holatga ketdi do'stlar. Screenshot oldik. Yaxshi. Ketdik yana. Bosamiz. Vinicius Junior tezligiga bersin, tezlanish. Ronaldoning kuch darajasi 90 bo'lmoqda, o'zi 86 darajaga yetdi. Nuno Mendes 89 speed. To'g'rirog'i tezlik. Thiago Silva. Endi bundan bitta bosamiz. Vinicius bilan Di Marcoga tushdi. Endi fitnessdan bitta bosamiz. Olise bilan Gabrielga tushdi. Yaxshi. Oxirgisi fitnessdan ketdik. Di Marco Lewandowskiga tushdi. Shut darajasi 93 edi, 94. 2 plus qo'shilmadi-ku. 94.9. Bo'lmabdi. Yani full holatga keltirolmadik, lekin Virgil van Dijk oldik, full qildik. Disali, Cristianoning
3 darajasi 90, kontrol 91. Shot daraja 96 bo'ldi, yaxshi. Rafaelio full bo'lmay qoldi-da, shu videoda full qilaman dedim. Mayli. Endi Mbappega forum bosib yuramiz. Go. Yaxshi. Mbappedan 600. Yaxshi. Dixeyani keyingi video full qilamiz. Dixeyani 90 bo'lishi kerak mana. Reaksiya darajasi 90 bo'lishi kerak. Uzoqdan o'zi yaxshi qaytara olmadi. Avval Ronaldo bilan Ronaldo debgan qaytara olmagan. Menimcha shuning uchun ham darajasi tushib ketgan bo'lishi mumkin. Yana ham bilmadim. Do'stlar, obuna, like bosib qo'yinglar. 100 ta bo'laylik. Mayli do'stlar.